Mavzu: AQSh va Yevropa davlatlarida pedagogik kompetensiya bo'yicha ilmiy yondashuvlar. Reja: pedagogik kompetensiya tushunchasi. AQSh davlatlarida pedagogik kompetensiyaviy yondashuv. Yevropa davlatlarida pedagogik kompetensiyaviy yondashuv. AQSh va Yevropa o'rtasida o'xshashlik va farqlari. Xulosa: pedagogik kasbiy kompetensiya nuqtai nazaridan yondashuv masalasiga butun dunyo olim va mutaxassislari o'rtasida ilmiy munozara va bahslar davom etmoqda. AQSh va Yevropa mamlakatlarida pedagogik olimlariga nisbatan Rossiya olimlari kasbiy kompetensiya masalalariga mukkasidan ketganlik yaqqol ko'rinadi. Shu qator mamlakatimizda ham bir qator olimlar o'z ilmiy tadqiqotlarini olib borishgan. AQSh va Yevropa mamlakatlar xodimlarni boshqarish nazariyasi va amaliyotni tahlil qilishda kompetensiya tushunchasiga muhim ahamiyat berilmoqda. Kompetensiya xodimning kompaniya kutayotgan darajada va belgilangan tartibda ishlab chiqarish xulqini muntazam ravishda namoyish qilishga tayyorlik qobiliyati. 20-asrning 90-yillarida mutaxassislarga malakaviy talablarni qo'yuvchi Xalqaro mehnat tashkiloti malaka oshirish hamda boshqaruv xodimlarining kasbiy qayta tayyorlashda tayanch kompetensiyalar degan tushunchani fanga kiritdi. Tayanch kompetensiyalar turli xil kasbiy birlashmalarda mutaxassislarning ijtimoiy-professional jihatdan ta'minlanishi hamda faoliyatga moslashishida xodimlarning xizmat vazifalaridan kelib chiqib o'ziga xos xarakter kasb etadi. Bugungi kunda o'qituvchidan nafaqat fanga oid bilim, balki pedagogik, psixologik va texnologik jihatdan mukammal kompetensiyaga ega bo'lish talab qilinadi. AQSh va Yevropa mamlakatlarida bu borada turli ilmiy yondashuvlarga tayanib, o'qituvchi sifatini oshirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqmoqda. Pedagogik kompetensiya tushunchasi. Pedagogik kompetensiya bu o'qituvchining bilim, ko'nikma, qadriyat va shaxsiy fazilatlar asosida o'quvchilarga sifatli ta'lim berish qobiliyatidir. Bu tushuncha ilk bor Shulman tomonidan 1986-yilda Pedagogical Content Knowledge modeli orqali keng talqin qilingan. AQShda pedagogik kompetensiya Shulman tomonidan ishlab chiqilgan Pedagogical Content Knowledge modeli NTEST va NBPTS kabi ilmiy standartlar orqali belgilanadi. Ushbu tizimlar amaliyotga yo'naltirilgan, o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojiga urg'u beradi. AQShda kompetensiyaviy yondashuvning falsafiy asoslari masalasida ularning global maqsad va vazifalari, tashkiliy tizimi, mohiyati, ta'lim standartlari, sifati, ta'limning sifatini nazorat qilish, oliy pedagogik maktablarning faoliyatini aks ettirgan mualliflar Epley, Armstrong, Bell, Bernes, Cochen, Darling, Hammond, Glenn va boshqalar. Yevropa mamlakatlarida pedagogik kompetensiya Tuning Project, European Qualification Framework va OECD TALIS tadqiqotlari asosida shakllanadi. Bu yondashuvlarda ko'p madaniyatli kompetensiyalar, raqamli savodxonlik va metakognitiv yondashuvlar ustuvor hisoblanadi. Rossiya olimlari kasbiy kompetensiya masalalariga mukkasidan ketganligi yaqqol ko'rinadi. V. Slastinin, Isayev va boshqalar tomonidan yozilgan pedagogika o'quv qo'llanmasining 3-bobi pedagogning kasbiy kompetensiyasiga bag'ishlanib, bu tushuncha va mahorati haqida fikr beradi. Mualliflarning ta'kidlashicha, pedagogika kompetensiya tizimi, amaliy va nazariy tayyorgarligi pedagogning kasbiy kompetensiyasi kasbi boshqaruvchi va shakllantiruvchi xususiyatga ega.
AQSh va Yevropa o'rtasidagi farqlar. AQSh milliy standartlarga tayanadi, amaliyot kuchli. Yevropa ko'proq xalqaro hamkorlik, multidistsiplinar yondashuv. AQSh va Yevropa o'rtasidagi o'xshashliklar. Doimiy kasbiy rivojlanishga urg'u, o'qituvchi sifatiga yuqori talab, kompetensiyaga asoslangan yondashuv. Xulosa: AQSh va Yevropa davlatlarida pedagogik kompetensiyaga ilmiy asoslangan tizimli yondashuvlar mavjud. Har ikki mintaqa o'ziga xos yondashuvlarga ega bo'lsa-da, ular umumiy maqsad o'qituvchining kasbiy sifatini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim tizimi uchun bu tajribalar katta nazariy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.